hozir jamiyatimizda cho'lponlar ko'p emas. Bu cho'lpon bo'lishni oson deb qaraydiganlar ko'payib ketibdi. Meningmi cho'lpon bo'lg'im bor? Men shu aktyorlik kasbini yaxshi bitirib chiqdim bo'lmasa. Lekin shu cho'lpon bo'larlikdek qo'saqda umachos bo'lgan gapda. Bo'pti. Biz bu kunlarning birida cho'lpon bo'lib qolamiz. Tirishsak bir gap bo'ldi. Cho'lponlarni kutib olgan ishxona shumi? Nima? Cho'lponlarni mishay kutib olgansizlar. Dangliq cho'lponni yana birisi kelibdi-da. Mushu. Assalomu alaykum. Qanday ahvolingiz, yaxshimi teshdi? Va alaykum assalom. Qani o'tiring. Siz? Men cho'lpon ukam. Shu cho'lpon? Ya, shu bo'g'ili kelgan. Nima ishingiz bor? Ya, ukam kirib bo'g'ichi nima ishingiz bor deb, sizning bu yerda bir ichib qolgan bola kirib chiqib o'ynaydigan yer emas-da, bu shu ishva keldim. Ya, shu nima ishli keldingiz, shu ishni danga? Bunday gap qarang ukam. Men sizning yaqinda men tez bir kirmi yaxshi emas ekan, hali xarabkan deb anglab, mening kaynim jirib million pul tepib bayolvasin deb keldim-ku. Qanday qilib? Siz mening bunda usti-beshim qarab, yeningizga cho'ng bir omatning kelganini qildingiz ekan. Men sizning usti-beshingiz qarab, beshimga cho'ng bir ofatning kelganligini his qilyapman aka. Ya, ukam, aqchan shumish kiygan kiyimlarim taz idingizda o'tmayotdi deyman. Aka, kimning idisida o'tdi qarang, bu o'zi ishdan nostik. Tova. Ya, menda gap qarang ukam, endi men bo'lsa asizlik bilan kelaveradigan shu og'in bola yo'lliq tutgan ishdan ustiga olsin kiyapti men qanday. Bo'ldi, quruq gapni qilmay. Naq gapga kelaylik. Naq gapga kelaylik ukam, menda gap qarang. Men bizning malda yomon bir tunilib bakbi cho'lpon bo'lib ketib bulanmay qolgan. Shu meni bir og'inlarim, aday, sen bir bakbi tunilib ketding, cho'lpon bo'lib ketding, hamda bir ayrim tal bir plastik chiqarib, texna bir cho'lpon bo'lib ketmamsa degan tushun keldim. Aka, nerede bir tal plastik chiqarganga cho'lpon bo'lib ketgan ish bor. 6-7 tal plastik chiqarsingizmi? Men xalqimizga yoqmasangiz shu moshbet qilaverasiz. Ya, ukam, men 6-7 plastik chiqarib qolsam ish bor menga. Hozirlik bakanga bir necha bolalarga to'g'ri ish kutatdan naqsini tashlab qo'yib, dadistak tang odamni men cho'lpon bo'lib ketdim deb urib so'qib ustib mangdigan. Ularlar qaringiz bo'lsin aka, boshqa ishimiz qaytdan bo'ldi. Ya, ukam, bunda qapingizni turvelib, men hali bir talantimni shay bukkirli tashlab qo'yman menamiz deb qarab o'tirsiz endan. Talantimni? Sizda talant bormi aka? Bormi? Men butun dunyodagi xalqning hammasi bir talantni men taqib berib, o'zimda azroq qaptik sizga biza beray deb keldim bugun. Ma'qul, nima ish qila olasiz? Ya, ukam, mendan nima ish qila olasiz emas, men nima ish qila olmaysiz deb so'ragan bunda. Men shu ukam san'atga doir naqsha, usul, tansa, disko deganni jiddiy o'ynayman. Uningdan keyin shu adabiyot, matematika, ya ularni yaxshi o'qigan, maktab yaxshi o'qiganman. Jiqsan qila olmayman ukam men. Shu qila oladigan ishingizni qilib ko'rsatdingiz aka. Ya, bu ko'miga ishonmaysiz, shundan ma'qul ukam. Unda o'z men sizga lirik qilib yozayotgan she'rimning birini o'qib berayman. Ma'qul. Ishtik bo'ling, ishtik. 1 minutli vaqt bermay. Yetida. Anglang ukam. Piyolangda choy bo'lib, lavlaringni ko'ydirsam, choyga tushgan chivinni miltiq bilan o'ltirsam. Yana ba ukam to'xtang. Kuyab qoldim desam men, ishonmading so'zimga, derizangdan marsam, yog'och tiqding ko'zimga. Manda she'rlarni o'qisak ukam, hamda tushunishlik, oddiy-sodda turmushlik, kulkilik naqshulida bu hamda. Aka, nima bir yog'och tiqding ko'zimga deb naqshlik olamdi. Ya, Allah japa bir narsa yaratmaydigan bir bola ekansiz ukam. Unda men sizga musikamni ishlab, ongini ishlab tayyor qilish, plastinkaga bagida qilib qo'ygan naqsham bor, shuni o'qib berayman. Siz naqsh eta olamsiz aka? Ta'lamsizligini anglab qolsangiz, yig'lab solasizmi-kam shada? Ma'qul. Qani. O'qilayman, ma'qul. Yo'q. Boshlab olayman. Boshlamaganmi? Voy, ukamga ganjani yetmay turgan, unda qildima bola. Boshlayman. Bo'ling. Söygünüm, meni rasvo qilding, söygünüm. İnavetni töktün, söygünüm. Chiroyingni buzding, söygünüm. Qo'qab ketib möktün, söygünüm. Söygünüm, ah söygünüm. Manda o'qiymiz ukam naqsh deganni. Aka, nerede söktün deb, nerede bundan naqsh oldu? Ya, ma degan ukam, mabzidan arilib ketgan yosh bolaning asratik naqshi ma bu. Ma'qul. Sizninkini men naqsh deb turli. Men ikkisi nima ish qildi, u yoqdan bu yoqqa menga. Voy, ukam, sizmish mushunda bir plastik chiqirgan studio degan yerda ishlabmish bolaning nima ish qilayotganini bilmadingizmi? Men tushuntirib qo'yaman ukam.
bu balalarmış, hazırmış, naqsha, she'rmiş, hamma narsani keyinda bo'lmaydiganlik Shanchang Mi TV degan o'ynayotgan balalarmış. Vay aka, nadi Shenchang Mi TV deydigan gap bor. Buni vaqo naq maydon sahna voqealigi sahna MTV'si Ha, deyman. shu TV'simi shu? He, jinim aka u degan naqshi qilib munosabatlik bo'ladi, bog'lanishlik bo'lsa andin bo'ldi. Allah fikam shu buron shu shunday kandoq, shu xela bil. Unda bir odamni yig'latib kuldagideklar chiqayotgan. Ammo yaqinda men ham shu unda bir naqshga havas qilgan bo'lim, unda chiroyli fikrimizni ish kuchni kayinga tizib qo'ysak, naqshimiz menib qolamki deb qildik ham biz do'rab qo'ydik. Aka, mening ishim bakjiqdan ha. Aşıqni ko'rdingizmi? Ha, abay aşıqdan kirdik biz. Ha, aşıqdan chiqding ha bo'ldi. Yaqinlab fikam. Ya aka. Ya undaqma bir qitim fursat bering aka bizga. Men naqsh ijod etishdan shug'ullandim. Burun. Ash bugun ata o'zim sinab boqay deb oldingiz kelishimda anda quruq qol. Men qo'ytaman. Voy aka, bizni oldirib chiqarib etma demay, mendek talatdim ko'rpekna. Men shunday jiq nomerlarni tayyorlab kelgandim. Siz o'ting ama yaqin. Men kelganda ufkam hamda bunda qapingizni turolmay qarang, mush ufkalarimiz shunchalar yalvirib ketdi, mushuni yalvog'ini qarab fursat beramiz, sat turamdik hamda. Bo'pti, mush ikki fikam bilan yuza. Ha, boshlanglar fiklarini hamsa. Ya, nimani? Ya, ufkam bu ko'zingizga bir qisman ko'rinib qolmagandoq biz. Da bir bekali bir shamal g'usl o'ynab yurdiganda muzikamiz bosida qo'ysiz biz buni o'ynaymiz bunda. Nima muzik qo'yib beray aka? Nima qo'ysangiz qo'ying avval, qanday g'oz keltiraymiz qo'ysin. Nima ya ballar? Ha. Mahmudjon, kompyuterning ekranida nima naqsh bo'lsa, shuni ullik qilib bir qo'yib beringlar. Ha. Ya to'xta chiqma dedi. Ha, chiqdi. Untuk bakmaydım seni her minut Sevgilim ben hem seni her sekund Untuk bakmaydım seni her minut Söyleme dair seni her sekund Başla oynayacağım. Sen yardımdın her minut her sekund Sen azizsen varlığın her sekund her minut Gitmezsen sen yardımdın her minut her sekund Sen azizsen varlığın Şaka. Oppan Gangnam Man Style. kaptı bana. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Bo'ldi. Nima bo'ldi fikam? Jinim aka, Ha? ma inimga bir chiroyli o'zini naqsh etib, o'zi usul o'ynadi. Ha. Ma singlimiz o'zimizning milliy usulni bir chiroyli o'ynab berdi. Ha. Siz nima? Xudoyim Shandirib qo'yib fikam qarang. Ma balamış burunimiz tabi o'z bizmani yezib o'ynab tovlab sakramishlar yurgan bala bu. Ma qizalisha hozir bek jiq o'ynab ketmaydigan bir usulni o'ynab qo'ydi. Mening o'ynig'imdan fikam. İşte hazır bütünmüş, toy tökünmüş o. Vang ba diba degende keldi, o'yinimiz bo'lmaydigan eshak usuli degan shu fikam ha. Siz mi o'rganib olganmisiz harakatini? Asqatsa hozir o'ynaymiz bo'lmaydi buni. Ha, melli qolgan shuni o'rganmagan. Ya Allah. Fikam manda gap qarang shu burunmuş odamning qarshi modulida. Hozirmish at bilan eshakning qarashlari modulab ketib bor. Shuni qargan at bilan eshakmi yomon bo'lib ketib chiqmadi fikam. Ay, bo'ldi qilib o'tanga akamoyaga. Fikrlarim, ikkilarning bir opdan o'zinglarga tushliq bir talanti bor aka. Nima ish qilsa bu taqtuq odamdan keyinda. Voy, shu cho'lban qilib qo'yma deganda. Men pilosini chiqarib berman deb. Fikrlarim, agar sizlarning mushsan qinglar bo'lsa, avval ota-onalar bilan maslahatlashib, kasbiy maktablarga kirib bilim olinglar. Undan keyin qilsanglar kichikma ishlarga. Ma'lum mening ism kartam. Agar mening har qanday yordamim kerak bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar, cho'qim yordam qilma aka. Sizlar avval uy qaytinglar, ha? Bo'ldi. Uyda kiringlar, maslahatlashinglar. Chiqib saqlab turinglar. Plastinkani o'zim bitirib chiqmayman. Aka saqlab tur. Ya manda gap qarang fikam, ma balla o'zingizmi ko'rdingiz talantni, bizning mayadimiz talant bilan kichik cho'lpan deb nam og'am balletda bu. Shu men mashinaning keyini kirib cho'lpan bo'lib qaqaymi deb kelgan. Siz keting aka bo'ldi. Fikam. Men yana azroq sinab qaqaymki, men yana biza batda. Aka, mashinaning hammasi men qildigan ish. Asta tikdim. Men ham ishim yo'q fikam. Ha, bir ishingizni qiling hamsa. Ya Allah. Ya ma'qul.
Ukam undan mandal qilla qaramış, hozirgi gangoga chiqib cho'lpon bo'lib ketgan bo'ldim. Yaman jiqqa men bir atal gangoga chiqib cho'lpon bo'lib qaycham kichikini olsam ya Allah. Voy sizda bir ilan chiqirgan qaysi qarg'u ka shu. Hamda deyman bir atal bir paypaqni olsam men. Voy chiqinga aka paypaq ishdan demay. Ya Allah be qip-qizil bir sarangning iniga keldim men. Mushuning o'xshash san'atni tushunmaydigan bir qism qarqo'saqlarning dastidan bizning san'atimiz taraqqiy qilmayotdi. Ha rost. O ikki fikrimizni yana iziqtirib o'yin qo'yma deb shunsan, men eng yaxshi o'yga gapirib qo'yay. Hey, fikrim.